Hammaga salom. Bugun mana Chevrolet mashinasini bamperlarini yechib bo'ldik. Lastiklarini, patronlarini, zashtalarini yechib bo'ldik. Kuzov boltlarini ham yechildi, yaxshi zaynab ketgan ekan, yechildi. Endi bugun ramasini kuzovdan ajratamiz. Hamma yoq tayyorlab qo'yganmiz, hozir birgalikda kuzovni ko'taramiz. Kuzovni ajratib bo'ldik. Endi adovoy sohasini yechamiz. Boltlarni zaynab ketgan, boltlarni rezvalarini tozalab, mo'slarni yetiladi, motorini olinadi, ramasini to'liq holda yetiladi. Ramasini zavodga, aksinko'pkaga olib boriladi. Aksinko'pkadan keyin olib kelib rezvalarni qaytarishlarni ramasida har bitta rezvasini qaytadan ochish kerak. Chunki aksinko'pkada rezvalar bo'lib qoladi. Rezvalarni tozalaganimizdan keyin ustidan bir antikor qilinadi, bir sloy yoki ikki sloy antikor qilinadi. Kuzovni teskari bo'lib tozalanadi. Metall chiqquncha tozalanadi, yaltiratib. Keyin sink sepiladi, bunga zaynashga qarshi sink. Orqasidan antikor qilinadi. Hadovoy zapchaslarini, ketgan joylarini almashtiriladi, salbiy bloklarni almashtiriladi. Keyin qayta yig'iladi. Dvigateli 8 tali bo'ladi, V-obrazniy. 4 ta silindr bu tomonda. 4 tasi bu tomonda bo'ladi. Dvigatelda ko'rinishi, korobkasi avtomat korobka.